va'da qilganimizdek, biz ayni o'zbek tomoshabinlari uchun juda ham bir go'zal xotiralarni ulasha olgan turkiyalik kinoijodkorlar tomonidan Bursadan bir necha kilometr uzoqlikda joylashgan Jumali qiziq qishlog'idamiz va bu yerda ayni Xinoli qor teleseriali tasvirga olingandi. Ushbu serial bir necha yillar muqaddam O'zbekiston teleradio kanallari orqali namoyish qilingan va ma'lum bir sabablarga ko'ra ushbu teleserial efirdan olib tashlangan edi. Anxorus hamda Karimovcha qarashlar Telegram kanali bugun sizlarga ayni Bursa manzaralarini, Jumali qiziq manzaralarni ko'rsatish uchun Xinoli qor olingan qishloqqa yetib keldi. Qishloq unchalik katta emas. Bu yerda 700-750-800 nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi va ayni serialdagi manzara mana shu yerda saqlanib qolingan. Hozir esa birgalikda sizlar bilan Xinoli qorni qaytadan eslaymiz.